Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qurbonlik so'yishga qodir bo'la turib, uni bajarmagan kishi haqida bundoq deganlar. Mana shunisini eshiting. Men wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kim qodir bo'la turib qurbonlik keltirmasa, namozgohlarimizga yaqinlashmasin. İmkon bo'lib Xudoy tabarak va taolo berib qopti sizga bizga. Alloh deb xursandchilik bilan qilmaymizmi? Buni qilmagan, ataydan tark etgan namozgohlarimizga yaqinlashmasin. Qanaqa jiddiy gap bu? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qurbonlik so'yishga qodir bo'la turib, uni bajarmagan kishi haqida bundoq deganlar. Mana shunisini eshiting. Men wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kim qodir bo'la turib qurbonlik keltirmasa, namozgohlarimizga yaqinlashmasin.